Dengiz yoki okeanga eng uzoq joylashgan davlat qaysi? Ehtimol Shvetsariya yoki Avstriya kabi dengizga chiqish imkoni yo'q davlatlardan biri deb o'ylarsiz. Lekin bu davlatlar eng yaqin sohilgacha atigi bir necha yuz kilometr masofada joylashgan. Hatto Xitoy va Rossiya o'rtasida joylashgan butunlay quruqlik bilan o'ralgan Mongoliya ham Sariq dengizgacha 600 kilometr uzoqlikda. Afrikaning Niger yoki Chad kabi ichki quruqlikdagi davlatlaricha Niger dengizdan taxminan 600 kilometr uzoqlikda joylashgan. Chad esa undan ham uzoqroq 780 kilometr. Lekin baribir eng uzoq emas. Unda bu rekord kimga tegishli? Okean yoki dengizdan eng uzoqda joylashgan davlat esa taxminan 1300 kilometr masofada joylashgan. Bu deyarli Londondan Rimga parvoz masofasiga teng. Bu davlat boshqa dengizga chiqish imkoni yo'q mamlakatlar bilan o'ralgan bo'lib, ulkan tog'lar, keng dashtlar uni sohillardan ajratib turadi. Yer yuzida okean yoki dengizdan eng uzoqda joylashgan davlat bu qo'shnimiz Qirg'iziston. Shu kabi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.